Rafiqam bilan uchrashtiring, iltimos. Bugun uni qatl etishadi. Uni oxirgi marta ko'rmoqchiman. Iltimos, uchrashishga ruxsat Hozir bering. so'rab ko'raychi, kutib turing. Kechirasiz. Jazo soat 5 dan 5 daqiqa o'tganda ijro etilibdi. Hozir 5 dan 8 daqiqa o'tdi. Kech qopsiz. İşani! İşani! Opa, bu Bilasanmi, Ishani? Jazosini o'tab chiqqan mahbusni quvonchi o'zgacha bo'ladi. Rahm shafqatga erishgan begunohni quvonchi o'zgacha. Seni af etishdi, Ishani. Seni qatl etishmaydi. Eng yangi kino Bir va necha oydan beri senga faqat yordam Ria berishga Play harakat platformasida. qilib kelayotgandim. Bugun sudda seni af etishganini xabar qilishdi. Jazodan xalos bo'lding. Endi ozodsan, Ishani. Uyingga, yaqinlaring yoniga borishing mumkin. ozod bo'lmasligim kerak edi. O'lishim kerak edi. Opa, meni tushunmayapsiz. Agar meni ozod qilishsa, Ranvirni qamashadi. Qotillikda uni ayblashadi. Ozodlikka chiqmayman. Kim qatlni to'xtatdi? Meni kim qutqardi? Mana shu kishi seni qamoqdan ozod qildi. Qatl ijrosini shu kishi to'xtatdimi? Ha, meni buyrug'imga asosan barcha ayblovlardan xalos bo'lding. Qatl etilmaysan. Endi ozodsan. Kimdan so'rab bunday buyruq berdingiz? So'rashga hojat ham qolmagandi. Yuzingga qarab begunohligingni bilgandim. Ko'zlaring qotillikka qodir emasligingni aytib turibdi. Bunga haqqingiz yo'q edi. O'zingni bos. Bo'ldi. Nahotki sizdan chiqqan bo'lsa, o'tgan galgi tashrifingizda sizni haqorat qilgandim. Jahlingiz chiqib, o'lim jazosini vaqtidan oldin ijro ettiraman degandingiz. Bu xayrixohlik qayerdan paydo bo'ldi? Sizdan so'rayapman. Xayrixohlik? Bu xayrixohlik emas, bizning vazifamiz. Ushbu lavozimga bizni siz saylagansiz. Ishonchingizni oqlash bizning burchimiz. Xalq bilib qo'ysin, toki biz singari xalq xizmatchilari bor ekan, jamiyatda hech bir begunohning huquqlari poymol bo'lmaydi. Har bir insonga ikkinchi imkoniyat berilishi lozim. Ishani Parik singari yaxshi insonlar oramizda yashamog'i kerak. Jamiyat rivojiga o'z hissangizni qo'shing. Ozod bo'lganingiz bilan tabriklayman. Tabrigingizga zor emasman. Birovning hayotini o'yin qilishga haqqingiz yo'q. Bunday bo'lishiga aslo yo'l qo'ymayman, bilib qo'ying. Tinchlan, Ishani. Meni tushunmayapsiz. O'lishim shart. Gapimni eshityapsizmi? Qatl etilishim shart. Afsusdaman, janob. Xudo sabr bersin. Uyingizga boring, iltimos.
Meni kechir, Ishani. मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें बचाने Kechir, seni qutqarib qola olmadim. Sen bilan hatto xayrlasha olmadim. तुम्हें देखना भी मेरे So'nggi bor ko'rish ham nasib etmadi. Bu nima ahmoqlik, Eshani xonim? Sizga ikkinchi imkoniyatni men emas, Tangri inoyat etdi deb hisoblang. Buni yaratganning marhamati deb qabul qiling. Umuman olganda, buni qabul qilasizmi, yo'qmi? Ozod qilinganingiz haqidagi ma'lumot matbuotda bosib chiqarildi. Bu qarorni hech kim o'zgartira olmaydi. Matbuotda deysizmi? Suratim ham chiqdimi? Qo'rqmang, suratingiz chiqmagan. Faqat bir begunoh qizni qamoqdan ozod qilib, unga marhamat ko'rsatdim degan so'zlarim yozilgan. Bu bilan partiyamiz hurmati yanada oshadi. Kelasi saylovda partiyamiz g'olib chiqib, hukumat boshqaruvini o'z qo'liga oladi. Haqiqiy jinoyatchilar jazoga loyiq. Siz emas. Endi ozodsiz. Oilangiz bag'riga boring. Tushundingizmi? Mayli. Men ketdim. Yashasin Hindiston. Janob, Ishani, to'xta. Nega tushunmaysiz? Saylovda g'olib chiqish uchun mendan foydalandi. O'zimni o'ylab, Ranvirni hayotini xavf ostiga qo'ya olmayman. Meni ozod qilishsa, jinoiy ish qayta ko'riladi. Ranvirga qarshi dalillar topilsa, keyin men Jim bo'l, Ishani. Bo'ldi, gapirma. Unga hech nima qilmaydi. Hech nima qilmaydi. Janob, to'xtang. Qayerga ketyapsiz? Rafiqamning jasadini olib, so'nggi manzilga kuzatmoqchiman. Ichkariga kirishingiz mumkin emas. Nega mumkin emas? Bunga haqqim bor. Rafiqamning jasadini olib Menga ketaman. qarang, qamoqxonaga hukumat rahbarlaridan biri tashrif buyurgan. Sizni ichkariga kirita olmayman. Nega kiritmaysiz? Bunga haqqingiz yo'q. Uni ichkariga kiritmang. Qotillik bo'yicha jinoyat ishi batamom yopildi. Ish boshqa Riya ochilmaydi. Play platformasi Chiroq sizni Mehtan o'limida kino endi hech kimni olamiga taklif ayblashmaydi. etadi. Ranvirni ham. Ishani. Ranvir xavf ostida emas, shundaymi? Xuddi shunday. Agar ozod bo'lsam, Ranvir qamalmaydimi? Chiroqning o'limida hech kimni ayblashmaydimi? Ha, Ishani, ha. Ikkingiz ham ozodsiz. Birgalikda yangi hayot qurishingiz mumkin endi. Eshityapsanmi? Ranvirga xavf so'ya solmaydi. Unga hech nima bo'lmaydi. Rafiqamning jasadini nega bermayapsiz? Bu yerdan ketmasangiz hibsga olishga majbur bo'lamiz. Iltimos, yaxshilicha keting. Endi Ranvir bilan ko'risha olaman. Yoniga borishim mumkin. Lekin borib unga nima deyman? Ranvir meni ko'rib o'zini qanday tutarkan? Nimani o'ylayapsan? Oilang yoniga bor. Ular bilan uchrash. Yaratgan chindan ham senga ikkinchi imkoniyatni berdi. Hayotning har bir lahzasini qadriga yetib yasha.
Bor, Ishani. Bor. कब से उसको ढूंढता हूँ भीगी पलकों से यहाँ अब न जाने वो कहाँ है था जो मेरा आशियाँ कब से उसको ढूंढ न जाने वो कहाँ है था जो मेरा आशियाँ रब्बा मेरे मुझको बता अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ Mana narsalaring. Ol. Ol. Men hozir kelaman, xo'pmi? Ishani, bu qamoqxonada ishlab topgan pullaring. Bularni ol. Ol. Endi borib, kiyimingni o'zgartirib chiq. Bora qol. अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Ishani ozod bo'ldi. Qafasdan ozod bo'lgan qush misoli osmonda parvoz qiladi. 6 oyda qila olmagan ishingizni 2 kunda amalga oshirdim. Men uchun iloji yo'q ishning o'zi yo'q. Ilojsiz ishning ham ilojini topa olaman. O'zimni maqtab nima qildim? Buning uchun qizingiz bor-ku. Janob sudya, shartingizni bajardim. Siz ham va'dangizni bajargan holda qizingizga men bilan uchrashuvga borishga ruxsat bering. Avval aytchi. Bunga qanday erishding? Aytganim bilan hech nima o'zgarmaydi.
Birgalikda hali ko'p sud ishlarini olib boramiz. Yonimda bo'lsangiz, mahoratim sirlaridan ham voqif bo'lasiz. Menga qara. Tushlikka ketayotganmidingiz? Yoqimli ishtaqa janob. Ovqatlanib, biroz dam oling. Qizingizni ko'p ham eslamang. O'rtamizga uchinchi odamning tushishini istamayman. Ketayapman. Xuddi mendek hayotdan zavq olib yashang. Asabiylashmang, asab tolalari qayta tiklanmaydi. Yaxshi qoling. O'zim haqimda nima ham derdim? Meni shunday ta'rifladingizki, aytishga so'z ham qolmadi. Qadrli gujaratliklar jamiyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hayot har doim ham biz istagandek tekis ravon o'tmas ekan. Ba'zan orzularning ro'yobga chiqadi, ba'zan muammolar girdobida qolib ketasan. Agar omadli insondan muvaffaqiyatlari siri nimadaligini so'rasangiz, mehnat va qobiliyatini sabab qilib ko'rsatadi. Erishgan yutuqlarim siri nimadaligi hammangizni qiziqtirayotgan bo'lsa kerak. Ehtimol mendan ushbu savolni so'ramoqchidirsiz. Erishgan yutuqlarim siri mening rafiqamda, deb javob beraman. U men bilan janjallashadi, gap talashadi. Ammo eng avvalo u meni sevadi. Shunchalar sevadiki, uning tanbehlarida ham muhabbatini his etaman. U har tomonlama meni qo'llab-quvvatlaydi. Har kuni urushsak, janjallasak ham baribir birgamiz. Chunki muhabbatimiz qalblarimizni birlashtirib turadi. Muvaffaqiyatlarim, baxtim, quvonchim sababchisi mening rafiqamdir.